Okalar, mashina qirchang'isi bo'lgan, BMW X7 polniy kuzov akliklari bo'lgan, salon laminatsiyalari bo'lgan, polniy elementarniy har bitta detallar bronli plyonka qilib berganmiz. Mashinamiz dizayni holati chotki bo'lgan, dodda bo'lgan buni bilasizlarmi? Mashinani o'zini rangiga bitta like bosib qo'yasizlar. Rangi ham baqlajon rang ekan. Xo'p, okalar, faralari bo'lgan, har bitta detal elementlar bo'lgan, salon laminatsiya bo'lgan, krugovoy tonirovka bo'lgan. Xo'p, labovoylarga zashtalarni urib berganmiz okalar. Xo'p, nima desa bo'ladi yana? Bo'ldi shular, har bitta mayda elementlar hammasi bronli plyonka bo'lgan, hech qattiq qolib ketmagan okalar. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilishinglar, mashinaning dizayni holatda X-Studio garajimizda qilib beramiz. Xromlari ham hammasi bo'lgan, pillar, xrom, har bitta kichkina elementarniy narsalar ham. Okalar, bemalol aloqa chiqarsa, poyirovka, keramika, bronli plyonka, tonirovka, salon chiska, har bitta narsani ideal holatda yondasha chotki qilib beramiz. Bu mashinani har qanaqa vaziyatda okalar, bemalol aloqa chiqarsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.